Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun Alloh taolaning Ar-Razzaq degan ismi haqida to'xtalamiz. Alloh taolaning Ar-Razzaq degan ismi Qur'on Karimning Innalloha huvar-razzaqu zul quvvatil matin degan birla oyatida kelgan. Ar-Razzaq Alloh taolaning bandalarga rizq berishni o'z ustiga olgandek, ular uchun taqsim qilingan rizqni yetkazib berishni o'z ustiga olganligini, xolgan bandalarga hisobsiz rizq berdiganligini ifodalaydigan ismidir. Ar-Razzaq raziq degan ismning ko'plikni va doimlikni ifodalaydigan shakli bo'lib, Alloh taolaning mahluqotining soni qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, hammasiga rizq berdiganligini, ularning har biriga o'zi xohlagancha va hisobsiz beradiganligini ifodalaydi. Allah Taala hammaga rizq berguchidir. Yer yuzida o'zining rizqini tepib yeyishdan ojiz keladigan jonliqlarmi bor. Allah Taala ularning rizqini beradi. Ularning hech birini och qo'ymaydi. Va ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allohu yarzuquha va iyyakum va huwas-sami'ul alim. Yer yuzida nurg'un hayvonlar borki, ular o'z rizqini yanida ko'tarib yurmaydi. Ularnımı, sizlarnımı Allah rızıklandırdı. Allah hemmini anlap turgucudur ve hemmini bilip turgucudur. Davud Aleyhisselam hemişe qağının balısıga rızık berdigan Allah man rızık bergen deb dua qilardikan. Bunun siri shuki, qağının balısı tuxumdan chiqqan vaqtida oppoq ranglik bo'ldi ekan. Uni ko'rgan qağılar hatta ana qağımı uni tuniy olmaydi ekan. Chunki qağılar qora ranglik bo'lganligi uchun uni boshqa mahluqot o'xshaydi deb qoldi ekan. Natijada uningga hech bir qog'a don akilib bermaydi ekan. Faqatla Alloh taolo ba'zi hasharotlarni avatib berdi ekan. U bola qog'a shuning bilan ozuqlandi ekan. Qog'a bolasi kundan kunga yo'g'inab berib, rangi qaraygandan keyin andin qog'lar uni tunuydigan, qitiga oladigan bo'ladi ekan. Demek, bütün canlıklarını anısı bekip çoğun kılsa, qağının balısını anısı bakmaydı iken. Yani hiç qanday qağı bakmaydı iken. Allah Taala anısı bakmagan aşı qağı balısıga özü rizq avatib berib çoğun kıldı iken. Rizqning enleri, yani ulamalar bendinin rizqi tamak bilen ruhning rizqi ma'rifat bilan bo'ladi deydi. Aniqki, ma'rifat rizqlarning eng qimmatligi va eng barakatligidir. Chunki qo'rsoqning to'qligidan aqlning to'qligi muhim. Rizq deyilgan hamon aqlimizga yemak, ichmak va pul-mol kelishi mumkin. Ammo bular rizqning eng oddiysi va eng tuvan darajasidir. Chunki iymonmi rizq, hidoyatmi rizq, ilm hikmatmi rizq, tensaqlıqmı rizq, taqvalıqmı rizq, güzel ahlakmı rizq, baxt, saadet ve baxtlik ailemi rizq, yaramlıq farzandlarmı rizqdir. Yani Allah Taala ata qılğanlarning hammasi rizqdir. Ulamalar pul-mal rizqning eng tuvan darajasi, tensaqlıqı rizqning eng yuqori darajasi, yaramlıq balalar rizqning eng afzal darajasidir. Ama Allah Taala'nın razılığına erişiş olsa rizqning tamamıdır deydi. Din ve dünyalık üçün işleş farzdır. Allah Taala'nın bütün mahlukatga rizq berdiganligida qilchi shak yo'q. Ama insan Allah Taala bermekte bo'lgan aşı rizqni hosil qilish uchun ishlashga va sabab qilishga buyurilgan. Vallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha va kulu min rizqih. O zeminni sizlarga bo'ysundigan qilib bergan zotdir. Hamda sizlar tirikchilik qilib, zeminning taraf-taraflarida minib, Allohning bergan rizqidan yanglar deydi. Bu oyat rizq uchun sabab qilishning farzligini ifodalaydi. Bu dünya sebep dünyası bo'lganlikdan her bir iş için sebep qilish talab qilinadi. Allah Taala bu dünyani ishlagan va tirishqanlarga bergan bo'lib, kam ko'tisiz ibodat qildigan, nihoyat taqvodor kishilar bo'lsa-mu, navoda ular ishlabisa, rizq ishkini emgak ochqichi bilan ochmasa, ular bu dunyoga ega bo'la olmaydi. ် Allah Taala ularga bermaydi. 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 ် Allah Taala ularga
Rizqingizdan ensirmang. Allah Taala qara toshning ostidagi qara cho'mililarning va dengizlarning tigidagi baliqlarning rizqini berib turadi. Chunki u barliq mahluqotga rizq berishni o'z ustiga olgan zotdir. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Ya'ni yer yuzidagi har bir jonliqqa rizq berishni Alloh ustiga olgan. İsa alayhisolamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Qursiqinglar uchun emas, Alloh uchun ishlanglar. Artıq mal dunyo yig'ishdan saqlaninglar. Chunki u Allohning dargohida azobga sabab bo'ldi. Qaranglarki, qushlar yenida hech qanday rizq to'shimaydi. Ular uçudu, qaytib keladi, ya yer haydamaydi, yoki hosul olmaydi, ammo ularning rizqini Alloh beradi. Agar sizlar bizning qo'rsiqimiz qushlarning qo'rsiqidan yo'g'on, cho'ng emasmi? Desanglar, kala, eshak qatorliq cho'ng hayvonlarga qarab beqinglarki, ularning hech biri o'zining rizqini ko'tarib yurmaydi. Ya yer termaydi, yoki mol hosul olmaydi, ammo Alloh taolo ularning rizqini beradi. Tenha yaşaydigan bir adam qattiq g'amkin yuradigan bo'lib qopti. Mahallaning imomi uningdan bu g'amkinlikning sababini so'rasa, uyining hukumat tarafdan cheqiladiganligini va o'zining uysiz qilishdan ansirab bearom bo'lib ketganligini aytibdi. Imom uningga talada qolmaydiganligini aytib tasalli beribdi. Ammo u odam uyi cheqilishdan 1 yil burun o'lib ketibdi. Yani bir ishqa o'zining hajmidan ko'p ahamiyat berib ketish ziyonliq. Bulup bu rizq ishida qo'ldan kelgancha sabab qilish lozim, ammo och qilishdan qat'iy ansirmaslik lozim. Rizqingizdan ansirab harom yemang. Nurg'un kishilarning tushunish doirasi intayin tar. Allah Taala to'g'riliq tonishi kam, iymoni ojiz, axloqi zaif bo'lganlikdan ular rizqidan ansirab haromga qo'l uzatadi. Ular o'zlari sodir qilayotgan harom ishlarni turli bahonalar bilan yo'lliq qilishga va o'zicha haromni yuyishga, ya'ni halol qilishga tirishadi. Şuna ular haramdan pul tepip haj qiladi. Bu orqali haram yegan gunohlardan qutulmoqchi bo'ldi. Yana birlari jazoni qilib topgan pulga dasturxon silib jamoatning duosini olmoqchi bo'ldi. Yana ba'zilari haromni yuyish uchun masjid va madrasalarni bino qilmoqchi bo'ldi. Ammo ular Alloh taolaning haromga hojati yo'qligini va harom pulga qilgan yaxshi amallarni qabul qilmaydiganligini bilmaydi. Haramlıqını bilsimi, özünü özü şundaq aldaydı. Yana ba'zi kishilar kirmini ko'paytirish uchun haramga yuzlanadi. Xaridorlarga yolg'on so'zlaydi, ularni aldaydi. Nachar malni yaxshi mal deb sotadi, hatto yolg'on markalarni chaplab sotadi. Bu qilmish aldamchilik turiga kiradi. Aldamchilik munofiqlarning odati. İmanı var, ibadetler joyida bir adam agar kishilarni aldisa, u odamni haqiqiy ma'nodagi mu'min degili bo'lmaydi. Mayli u musulmondan aldıson yoki boshqa dindagilarni aldıson, buning hech qanday farqi yo'qdir. Bu odamlar halolga savr qila olmay, haromga aldirab ketganlardir. Ular Ali radhiyallohu anhuning qissasidagi odamga o'xshaydi. Ali radhiyallohu anhu bir kuni munchiga kirmoqchi bo'lib, munchining yonida turgan bir odamga eshigining to'qimini omonat qo'ydi. Keyin munchidan chiqsa, u odamni to'qimni topolmaydi. Uyga qaytib berib, yaqinlaridan birini bozorga berib bir to'qim sotib olishga avatidi. Natijada bozordan 2 dirhamga bir to'qim setib elib kelinadi. Qarasa bu to'qim o'zining omonat qo'ygan to'qimining o'zi. Shu chaqda Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi. U odamga 2 dirham pul nisb bo'lgan edi. Chunki agar u odam meni kutib turgan bo'lsa,
uning ish haqqi uchun 2 dirham berishni niyat qilgan edim. Ammo u halolga unimay haromni tanladi deydi. Demak, haloldan yesingizmi, haromdan yesingizmi, sizga taqdir qilgan rizqni yeysiz. Ammo haloldan yeyish bilan haromdan yeyishning o'rtasida osmon zamin farq bor. Chunki halol yeyish ibodat, harom yeyish gunoh. Ular munu oyatlarga aqli nazar bilan qaramaydi. Va allav istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Agar ular to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularga mo'l yomg'ir yog'dirib beratdik. Ya'ni yomg'ir bu rizqning alomati va rizqning manbasi. Su hayotlikning manbasi. Yomg'ir rizq. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Payg'ambar avatilgan yurtlarning aholisi iymon etgan va gunoh masiyatni saqlangan bo'lsa edi, ya'ni taqvoli qilgan bo'lsa edi, albatta ularga osmon zaminning barakatlarini yog'dirib beratdik. Rizqimizdagi tarliq, turmushimizdagi qiyinchilik, tafovutimizdagi barakatsizlik aslida bizning to'g'ri yo'lda bo'lmaganligimizning ifodasidir. Biz iymon etgan va Rabbimizga ibodat qilayotgan tursak, qandoq bo'lib to'g'ri yo'lda bo'lmagan bo'lmas degan savol kelishi mumkin. Axloqning tojisi bo'lgan durustlikning dinimizda naqadar ahamiyatli ekanligini bilganimizda bu masalani tushunib ketamiz. Chunki yuqorqi oyatning va allavistaqamu agar ular to'g'ri yo'lda bo'lsa edi degan qismidagi istiqomu degan so'z durustlikni, rostchilikni, haqqoniylikni, odillikni va to'g'ri yo'lda izchillikni bildirdi. Dinimizda eng qiyin ish durustlik. Durustlik go'zal axloqning tojisi. Go'zal axloq Muhammad alayhisolamning payg'ambar bo'lib avatishining g'oyasi. Chunki Muhammad alayhisolam men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun avatildim degan. Ya'ni bu islom dini, Muhammad alayhisolam akagan din butunlay axloq. Axloq mushu dinninki yadrosi va negizi. Axloqdan ayrilib qolgan bo'lsa bu din, axloqdan ayrilib qolgan vaqtida bu quruq jihozga aylanib qoldi. Ya'ni bu dunyoda bizni qutqizolmaydigan, ya oxiratni qutqizolmaydigan. Ashunda bo'lib qoldi. Shu axloq buning eng asosli turiki. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha axloqni to'liqlash uchun kelgan. O'sha axloq to'liqlansa, bu dinning hamma g'oyalari amalga oshgan bo'ldi. Durustlikni qo'lga keltirgan odam hayotida islomni to'liq amaliylashtirgan bo'ladi. Shunga Ibn Abbos radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhisolamga Qur'onda fastaqim kama umurta, ya'ni buyurilganingdek mustahkam bo'lgin, to'g'ri yo'lda bo'lgin degan oyatdanmi ig'ir oyat nozil bo'lgan emas deydi. Haqiqatan ig'ir, qiyin oyat. Chunki istiqomat dinda mustahkam turish, dinning barliq cheklamalariga, ko'rsatmalariga izchil va to'liq amal qilish, Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindab man'i qilgan ishlardan yiroq turish deganlikdir. Xulos qilganda istiqomat har ishda to'g'ri bo'lish deganlik. Aqida, amal, axloq, gap so'z, muomala, savdo-sotiq qatorliq barliq ishlarda to'g'ri lillah bo'lishni taqozo qildi. Halol tapovat bilan harom tapovatning farqi. Islom ulamolari halol tapovat bilan harom tapovatni mundaq tunishtirgan. Tapovatning manbasi va uni hosil qilish yo'llari haloldan bo'lsa, ya'ni pulni islom shariati ko'rsatgan yo'l bilan topgan bo'lsa, bundaq tapovat halol tapovatdir. Aksicha, tapovatning manbasi va tepish yo'llari halol bo'lmasa, ya'ni islom shariati man'i qilgan yo'llar bilan, aldamchilik bilan masalan, pul topgan bo'lsa, bundaq tapovat harom tapovatdir. Endi haromdan pul tepishning zamonimizdagi ba'zi misollari. O'g'rilik qilish, bulangchilik qilish, kishilarni qo'rqitib pulini elib olish, boshqalarning haqqini yeb olish, xususan yetimlarning haqqini yeb olish, bankada pul qo'yib uning o'simini elish, qarz berib o'sim elish, zina qilib, zinoga dallollik qilib
yoki soya qilib pul tepish, qimor o'ynab yoki uniga dallollik qilib pul tepish, o'zining ish o'rnidan foydalanib yo'lsizlik qilib pul tepish, para elish, aroq, tamaka, zaharlik chekimlik yoki ichimlik sodasi qilib pul tepish, yolg'on guvohlik berish yoki yolg'on diplom, yolg'on hujjat bilan pul tepish, kiloda yoki o'lchamda kam tortib berish, kam tortib pul tepish, gunohsiz kishilarga qari choplab yoki chiqishtirib pul tepish, islomda setish harom qilingan narsalarni setib pul tepish, zolimlarga, mustamlikachilarga hamkorlashib pul tepish, sodada yolg'on aytib ko'z bo'yab pul tepish, malga yolg'on markalarni choplab pul tepish, o'zi bilmaydigan hunarni bilaman deb xalqlarni ahmoq qilib pul tepish qatorliqlar. Endi rizqda barakat hosil qilishning yo'llari. Rizqda barakat nihoyatda bak muhim. Chunki barakati bo'lmagan rizqning va har qanday ishning manfaati intayin az bo'ldi yoki bo'lmaydi, ravoji bo'lmaydi. Barakat hosil qilishning yo'llarini tuvandagidek ixchamlashga bo'ldi. Birinchi, Alloh taologa taqvolik qilish. Taqvolik hargizmi nurg'un kishilar tushunib olgandek tashqi qiyofatga qartilgan ish emas, balki ichki dunyomizni isloh qilish, Alloh taolo buyurgan bo'yicha ish ko'rib, Alloh taolo to'sqan ishlardan yiroq turish orqali uningga itoat qilish deganlik. Mayli dunyolik, mayli oxiratlik har qanday ishda Alloh taologa to'liq itoat qilgan kishining rizqi barakatlik, ishlari barakatlik, oilasi barakatlik bo'lishida qilch shak yo'q. Alloh taolo iymon va taqvolikning barakatga turtki bo'lganligini bayon qilib, payg'ambar, ya'ni payg'ambar avatilgan shaharlarning aholisi iymon etgan ve günah məsiyətini saqlanğan bolsaydı, əlbəttə onlarga osmon zeminning barakatlarini yağdırıb berətdik, deydi. İkincisi, Allah Taala'nın rızık bergüçü ekanligiga chin ishonch qilgan holda rizq ishkini emgak ochquchi bilan ichish. Allah Taala bu dunyoning ishlarini sabablarga bog'liq qilgan. İşleş, sebep qilish barakatning kapolati. Üçüncü, shukr qilish. Shaksizki Allah Taala'nın ne'matlariga shukr qilish barakatning va texmi ziyodasiga erishishning omili. Wa iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar shukr qilsanglar, Rabbinglar aytdiki, agar shukr qilsanglar, sizlarga berayotgan ne'matimni texmi ziyoda qilib beraman. Agar tuzkorlik qilsanglar, shaksizki mening azobim bakmi qattiqdir. Halal yeyishning ahamiyati. Halal yeyish Allah Taala'nın emri, peygamberlerinin ve yaxshi, salih zatlarının axloqidir. Haram yeyish ibadetlerinin kabul olmaslıqqa, dualarının icabat olmaslıqqa sebep oldu. Birinci, yemek, içmeki, kiyim keçiki haramdan bolgan adamның ibadetleri kabul olmaydı. Peygamber Aleyhisselam bu mavzuda degan ki, iyi insanlar hakikaten Allah paktor, o fakat pak bolganlar kabul kıldı. Bu hadisning ma'nosi qalbi pak, yemek içmekleri pak, halaldan bolgan, pak bolganlarnıla, pak bolgan kishilarningla ibadetlerini Allah kabul kıldı, dualarını icabat kıldı deganlik. İkinci, haram yegan adamning duası icabat bo'lmaydi. Peygamber Aleyhisselam degan ki, birov üstü beshi chang to'zon qaplagan, çaşları chuvilgan qiyofatda ikki qo'lni osmonga ko'tarib, "Ey Robbim, ey egam" deb duo qildi. Halbuki uning yegan ichganlari haromdan, kiyganlari haromdan bo'lib, u haromdan uzuqlangan tursa, qandaqmi uning duosi ijobat bo'lsin? Yani bu hadisning ma'nosi shuki, birov eng bechora qiyofatda Alloh taologa yorib duo qilgan va u shu holati bilan duosi ijobat bo'lishga eng tegishli bo'lgan tursimi, u haromdan uzuqlanganlik uchun onun duası icabat bo'lmaydi. Sahabeler yemek içmeklerinin halaldan buluşuğa bekme ehemmiyet beretti. Ular halallıqı yoki haramlıqıda azraq şübhe bo'lgan narsalardan xuddi o'tdan qochganda qochadi. Hazreti Abu Bakr roziyallohu anhuning bir kishi tarafidan hadiya qilingan yemekni yeb selib, uning halallıqida şübhe borligini bilgandan keyin qo'lini og'ziga tiqib turib, nihoyat tasdiqda uni qusib etganlik qissasimi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin haram yeyişten ölümni evzel kürdüğanlıqını işbadləşke yeterlik. Allama Hafiz İbni Hacer
degan ki bu hadis haram yeyishning amallarning qabul bo'lishiga to'sqin bo'lganligiga ishorat qildi. Chunki haloldan yemagan kishining amallari qabul bo'lmaydi. Haram yeyish amalni buzadi va uning qabul bo'lishini to'sidi. Taqvolik rizqning ochqichidir. Taqvolik din va dunyolik barliq ishlarda mas'uliyatchan bo'lib, qilishga tegishlilarni joyida qilish, man'iy qilingan ishlardan yiroq turish orqali Alloh taolaning jazosiga uchrab qilishni saqlanish deganlik. Taqvolik kishilarning tashqi qiyofatiga qartilgan emas, qalbiga qartilgan, qalbda bo'lgan amal. Qisqasi, Alloh taoladan qo'rqqan va o'zining qilishga tegishliklarini, din va dunyolik ishlarini vaqtida, joyida o'rindigan odam taqvo odamdir. Haqiqiy taqvolikni hosil qilgan odamga Alloh taolo hamma ishda yordam qiladi. Uningga yepiq ishlarni ochadi, qiyin ishlarni o'ng'aylashtirib beradi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, ya'ni Allohga taqvolik qildi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi. Uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Alloh taoladan va uning jazosiga loyiq bo'lib qolishdan qo'rqib, din va dunyolik ishlarni to'g'ri va durust ravishda elib borgan odamga barliq yepiq eshiklar ochildi, har bir qiyinchilikdan chiqish yo'li tepildi. Bir ulamoning bayon qilishicha, yeshi cho'ngib qolgan bo'lsa-mu, o'ylanishga moddiy imkoniyati bo'lmagan bir yigit shu mahallaning ulamosining huzuriga berib, o'zining 28 yoshga kirib qolganligini, kiyim-kechak sotadigan bir do'konda atigandan kechgacha ishlaganga 10 yildan oshgan bo'lsa-mu, hozirgacha yo biror uy elishga yoki o'ylanishga qudrati yetmaganligini bildirdi. Ondan ulamodan o'ziga yo'l ko'rsatishni talab qildi. Ulamo uningga Allohdan qo'rq deydi. Yigit qarab o'tirsa, ulamo yana Allohdan qo'rq deydi. Yigit boshqa yo'qmi deydi. Ulamo boshqa yo'q, kessang bo'ldi deydi. Yigit ulamoning bu qisqa javobiga qoyil bo'lmay, ranjigan holda chiqib ketdi. Oqshimi uyiga berib ko'p o'ylanadi. Ulamoning nima uchun shundoq deganligini tushuna olmaydi. O'ylanib oxir u ulamoning deganini bir qilib beqish qaroriga keldi. Shunday qilib taqvolik deganning nima ekanligini tafsili aniq bilish uchun kitob o'qiydi. Rasmiy o'rganadi. Shuning bilan o'zining hayotini o'zgartirishni boshlaydi. İşiga sahar berib, xo'jayin kelishdan burun do'konni ochdi. Yerlarni supurib, suv chechib, pak-pakiz qildi. Xaridorlarga intayin samimiy va rostchil bo'ldi. Namoz vaqti kelganda 10 minutga qolmay namozni tugatib, yana ishini davomlashtirdi. Buni ko'rgan xo'jayin dastlab ancha ishinib ketmaydi. Qarasa bu yigit har kuni va hamisha shundoq aktiv, durust va samimiy ishlaydi. Shuning bilan xo'jayin yigitga rasmiy qoyil bo'ldi. Ondan o'zining yegona farzandi bo'lgan qizini butun to'y chiqimlarini o'zi qilib berib, u yigitga yotliq qildi. Yigitning baxtli bir oilasi bo'ldi. Bir qancha yildan keyin xo'jayin olamni o'tdi. Shuning bilan uning barliq boyligi, do'konlari va uy imoratlari o'sha yigitning ilkiga o'tdi. Mana bu kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh uningga chiqish yo'li beradi, uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi degan oyatning reallikdagi isboti va amalga oshganligidir. Ishlash insonning qimmati va sharifi. Zimindagi mavjudlik inson orqali mukammallashadi. Inson zimindagi barliq shaylarning sirlarini va ba'zi hikmatlarini egilab, uningdan foydalanish orqali ziminni gullantirishga buyurilgan bir mavjudot. Shunga Alloh taolo uni yer yuzining xo'jayini qilib yaratgan va uningga aql, farosat, tafakkur qilish iqtidori va kuch-quvvat ato qilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda 70 dan ko'p oyatda amal bilan iymonni birga tilga olish orqali insonlarni yaxshi amallarni qilishga, ishlashga, amga qilishga rag'batlantirgan. Arab tilidagi al-amal degan so'z ishlash, amga qilish, amal qilish degan ma'nolarni bildirdi. Rizq hosil qilishning prinsipi. Rizq hosil qilishning ikki cho'ng prinsipi bor. Biri sabab qilish, yana biri Allohga tavakkal qilish. Birinchisi sabab.
Səbəb qilish, ishlash va tirishish deganlik. Bu dunyoda hayot qilish, o'z davlatiga o'zi ega bo'lish uchun ishlash va kurash qilish shart. Şuna her bir insan, her bir millet müstakil, erkin ve azad hayat geçiriş, öz rızkını özü işlep tepip yiyiş, özünün kadir kıymeti ve izzet abroyu bilen yaşaş için harmay talmay işleşke ve ölümden korkmay küreş kılışka muhtaç. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan fakat özü işlegen işinin la neticesini kürdü dep görsetken. Çünkü Allah Teala dünya ve ahiretlik her qandaq bir işni amalga oshirishning qonuniyatini bekitgan ve sebeplerini yaratgan. Her qandaq bir maqsadga yetishning qonuniyati ishlash ve kurash qilish. Allah Teala bu oyatda inson deb keltirgan. Müslüman insan, kafir insan deb ayırmagan. Demek qandaqla bir insan ishlasa, sebep qilsa, natija qazanadi. Şuna ajdodlarimiz ishlagan ishlaydi degan hikmatni qoldirgan. İkincisi tevekkül. Tevekkül yeterlik sebeplerini kılıp boğandın ki işinin neticesini Allah Teala'ya tapşırış ve onunla tayiniş diyenlik. Bu mendeki tevekkül katta ibadetten salındı. Çünkü Allah Teala bizni üzüge tayinişka, tevekkül kılışka buyurgan. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer hakiki mümin bolsanlar Allah kıla tevekkül kılınlar. Musa Aleyhisselam'ın sözü bayan kılgan munu ayette Allah Teala'ya tayiniş imanın şartı kılıp gösterilgen. Ya kavmi in kuntum amantum billahi fe aleyhi tevekkelu in kuntum muslimin. Eğer sizler Allah'a iman etken bolsanlar, onunla boysungan bolsanlar, onunla tevekkül kılınlar. Afsus ki insanların tulusu Allah Teala'ya tevekkül kılış bilen sebep kılış meselesi oturusda adışıp kaldı. Şu sebepten iki firqaga bölünüp ketken. İkilisi ezip ketken buldu. Çünkü ularınki bir firqisi Allah'a tevekkül kıldık dep sebepke ehmiyet vermegen. Yani bir firqisi sebep kıldık dep Allah Teala'dan yardım tileştin ve onunla tayiniştin özünü bihaca sanıgan. Hakikat şu ki hakiki tevekkül kolundan kelgen sebeplerini kılış bilen bile Allah Teala'ya tayiniştir. Addi bir dehqanның tevekkül kılışı aldı bilen yerge uruqni silip, onu soğurup, onunla yeterlik uğut qatarlıqlarını silip, dehqançılıqqa kereklik pervişlerini toluk kılıp, andın açlıqның çıkışını Allah Teala'ya tapşırdı. Allah'a tevekkül kıldı. Şunun degin Allah Teala halisa onu ündürüp birdi, halisa bir balay afetini evetidi, açlık nabut buludu. Yani o teriqallık bile hesap emez. Allah Teala şu halisa ündürüp cayda husul çıkırıp birdi. Peygamber Aleyhisselam sebep bilen tevekkülünü birleştirirgen halda degen ki ihris ala ma yanfa'uka vesta'in billah. Yani üzünge menfaatlik işe tirişkin ve Allah'ın yardım tilgin. Bu hadisteki üzünge menfaatlik işe tirişkin degan cümle meyli dunyolik yoki ahiretlik bolsun, üzünge paylık bolgan işini amalga oshirish uchun qo'lingdan keladiganligi sabablarning hammasini qilgin. Niyatingda, himmatingda, ish harakatingda ve tadbirlaringda aktif ve ciddi bolgin deganni. Allah'tan yardım tilgin degan cümle Allah Teala'nın kudretiga ve sana yardım kıldıganlığa çin dengden işinip onunla tayangın. İşinin neticesini onunla tapşırgın deganlik. Enes ibn Malik radhiyallahu anh'ın rivayet kıldı ki bir adam Peygamber Aleyhisselam'dan avval tügemni bağlap andın Allah'a tevekkül kılaymı yoki tügemni koyup birip andın Allah'a tevekkül kılaymı dep sorganda Peygamber Aleyhisselam onunla avval tügemni bağla andın Allah'a tevekkül kılgın degan. Sebepki çoqunuş küfrlik, teyyar taplık, asilik. Sebep kılış bilen bille Allah'a tevekkül kılış hakiki müminliktir. Yoksullukның eyiplendiğen türü. Allah Teala bendilerinin yoksul bulup gelişini ve başkalarının kuluğa karap gelişini kat'i yaktırmaydı. Yani buna muhtaç bir insan bulup gelişini yaktırmaydı. Şuna yoksullukka düşüp kalmaslık için işleşini perz kıldı. Yoksulluk Müslümanlar cemiyeti için yetersizlik, bir mümin için nuhsallıktır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam güçlük mümin, aciz müminden yaxşı ve Allah'a en yakınlıktır deyiş arkalık Müslümanlarını imanda, ahlakta, tensaklıkta,
ilm ma'rifatda, hikmatda, pul molda, aql farosatda kuchlik bo'lishga tashabbus qilgan. Ashning hammasi kuchlik bo'lish kerak. Yo'qsullik ixtiyoriy va ixtiyorsiz deb ikki turlik bo'ladi. İxtiyoriy yo'qsullik put-qo'li saq, ishlashga vaqti va imkoniyati bor turuqliq ishlamay yo'qsullikda qolgan kishining yo'qsulligi bo'lib, buni Alloh taolo va uning payg'ambari yaxshi ko'rmaydi. Bu mu'minlarga yarashmaydi. Mana bu yo'qsullikning ayblanadigan turi. İxtiyorsiz yo'qsullik, ya'ni ikkinchisi ixtiyorsiz yo'qsullik tan saqligi yaxshi bo'lmagan yoki ish topolmagan sababdan ishlay olmay yo'qsullikda qolgan kishi bo'lib, Alloh taolo uning tortgan yo'qsulligi va sabr qilganligi sababli uningga ajr savob berdi. Alloh taolaning Razzoq degan ismidan nimalarni o'rganamiz? Alloh taolaning Razzoq degan ismidan rizqni Alloh taoladan tilab, rizq ishkini emgak ochkuchi bilan ichishni ve aç kalarmanmi degan vahime bilen haramga qo'l uzatishdan saqlanishni o'rganamiz. Chunki rizq berguvchi zot hergiz aç qo'ymaydi. U hamma mahluqotiga rizq beradi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizqaha. Yer yuzidagi her bir jonliqqa rizq berishni Alloh ustiga olgan. Alloh taolo hammamizning rizqimizni keng qilsin, haloldan rizq qilishga nasib bo'lsin. Amin.